Salom, mening ismim Bilal va men 12 yoshimdaman. 2017-yil men 13 yoshga to'laman. Bu voqea mening institutda o'qiyotganimda sodir bo'lgan. Bir kuni men uyimda shunday charchab borayotgan edim. Uyimda juda ham sekin borgan edim va uyim ichiga kirib kutib turgan edim. Nimadirlarda juda ham charchagan edim. Va do'stim o'yladim va qizlarni ko'rdim. Rasmga olishayotgandi va men ko'chaga chiqib ketayotgan edim. Uyimga ishdan qaytayotgan edim. Do'stimni ko'rib qoldim. Do'stimni qaytayotganimda uyimni tagida bitta ayol o'tirgan ekan. Salom dedim. Ichkariga kirib olasizmi dedim. U jim turdi va uni ichkariga kirishga ruxsat berdim. Sen shu yerdami? Shunday deb javob berdi. Ha, mayli, ichkariga kelib oling, u juda ham kech keladi dedim. Va u mayli dedi, boshini silkitib qo'ydi. Sizga qaysi joy qulay, o'tirib oling dedim va o'tirib oldi va biron narsa taklif qildim. U shunday javob qaytardi. Hech narsa kerak emas. Men shunchaki Hasan bilan uchrashmoqchiman. Shu gaplarda dahshatga tushdim va shunchaki men yuvinib chiqaman dedim-da, yuvinib chiqish xonasiga kirib ketdim va Hasanga telefon qildim. U mening sevgilim degan edi oldin bu. Rostdan ham sevgilimi dedi deb o'yladim. Va borib so'radim, sizning telefoningiz bormi? Sizmi deganimda Meni telefonim yo'q. men hayron bo'ldim va unga telefonimni berdim. Telefonimni berganimda men unga telefon qilib oling dedim. Telefon qilib oling deganimda u menga shunday javob qaytardi. Mening telefonim yo'q dedi. 2016-yilda telefoningiz nima yo'q? Hammada bor-ku. SMS yuboring dedim. Yo'q, men uni kutaman dedi. Va yana bir marta aytdim. Unga SMS yuboring dedim. U xafa bo'lib orqasiga o'girilib oldi, chap tomonga. U derazaga tikilib qarab turardi. Nega o'ylanib qoldim va dushga kirib ketdim. Dushda do'stimga yozdim. U sening sevgilingmi dedim-da. Va telefonni 23 daqiqadan so'ng telefon qildi. U mening sevgilim emas. Qaysini aytyapsan dedi. Men aytdim, sening sevgiling bor ekan-ku dedim. Mening sevgilim yo'q, qaysini aytyapsan sen dedi-da. Men sal terlab ketdim. Qanaqa, uni tasvirini aytib berchi dedi. Jigarrang sochli, marjon ko'zli, ko'k kiyimli, jigarrang tuflili dedim. U juda ham qo'rqib ketdi. Men unchalik qo'rqmadim. U juda ham qo'rqib ketdi, gapirmay qoldi. Sen hazillashyapsanmi dedi. U titrab qoldi. U mening o'lib ketgan 2 yil oldingi sevgilim dedi. Va men shu payt qo'rqib ketib hazillashdi deb o'yladim. Va sal o'zim ham qo'rqib ketdim-da, uyurda ko'chaga chiqib qaradim. U derazadan sakrab o'lib ketgan dedi. Va men unga sal qo'rqmadim unchalik va ko'chaga chiqib qaraganimda u balkondan o'zini tashlamoqchi bo'ldi. U shunday dedi. Men unga loyiq emasman deb menga gapirdi va u menga shunday dedi yana bir marta. Men uni ushlamoqchi bo'ldim. U menga shunday dedi. Qachon baxtli bo'lmaydi. Shunday deb o'zini tashlab oldim. Men uni ushlamoqchi bo'lib juda ham tez yugurdim va ushlolmadim. Va biroz qarasam u yo'q edi pastda va do'stim kelib qoldi shu payt.
do'stidan so'radi. Nega u o'zini tashlab yubordi dedi. U 2 yil oldin o'zini tashlab yuborgan dedi. 2 yil oldin u menga onasi 1 yil oldin o'lganida onasi shu narsani olib unga bermoqchi edi, lekin bera olmadi. U o'lgan edi shunga va u do'stim men balkondan har doim qarab turardim. Uning gaplari hech qachon esimdan chiqmas edi. Uning gaplari umuman esimdan chiqmadi shundan keyin. Bu hech qachon baxtli bo'lmaydi. Degan gaplar umuman esimdan chiqmadi va do'stim uning qabrini oldiga shuni qo'yib qo'ydi.